Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana kanalimizdagi bepul video darslarni 15-siga yetib keldik va bugungi mavzuyimiz chiziqli tenglamalar va chiziqli tenglamalar sistemasi. Bir noma'lumli chiziqli tenglamalar ekan. Xo'p, biz hozirgacha daraja va uni xossalari, ko'p hadlar, ularni ixchamlash mavzularini ko'rib keldik va endi chiziqli tenglamalar mavzusini o'tamiz. Tenglamalarga biz judayam ko'p duch kelamiz. Matnli masalalardayam, boshqa mavzulardayam va testlardayam, milliy sertifikat imtihoni bo'ladi, DTM, attestatsiyami, albatta tenglamalarga, ayniqsa chiziqli tenglamalarga judayam ko'p duch kelamiz va har qanday masalani biz odatda shu chiziqli tenglama mavzusiga olib kelib olib soddalashtirib ishlaymiz. Va bu eng muhim, eng asos bo'lib beradigan mavzu hisoblanadi va hozir bu mavzuni o'tamiz. Birinchi chiziqli tenglamalar bilan tanishib olamiz. Bundan keyin sistemasi va bir nechta misollarni ko'rib o'tamiz. O'zi chiziqli tenglamalar qanday ko'rinishda bo'ladi? Chiziqli degani bu mana tenglamada qatnashayotgan noma'lumning darajasi birinchi darajada turibdi degani. Kvadrat tenglama bor, unda noma'lumning darajasi 2 bo'ladi, ya'ni kvadrat bo'lib qoladi. Bizda hozir chiziqli turibdi. Demak, bizda qatnashayotgan noma'lumning, ya'ni bizda hozir x turibdi. Buning darajasi 1 ga teng ekan. Ya'ni chiziqli tenglamaning umumiy ko'rinishi ax barobar b ko'rinishida bo'ladi va x noma'lumni topsak, ildizni topsak, b taqsim a bo'ladi. Tenglamani o'zi ta'rifi nima deydigan bo'lsak, noma'lum qatnashgan mana tenglik tenglama deyiladi va uni ildizi shu tenglikni to'g'ri shu tenglamani ayniyatga aylantiradigan, to'g'ri tenglikka aylantiradigan qiymati uni ildizi hisoblanadi. Va chiziqli tenglamani yechimlarini ko'rib chiqamiz. Qay holatda bitta yechimga ega bo'ladi, qaysi holatda yechim yo'q, bo'sh to'plam bo'lib qoladi. Shularni ko'rib chiqamiz. Mana umumiy ax barobar b tenglama turibdi. Endi qachon bu yagona yechimga ega bo'ladi? Ildizi bitta bo'ladi, ya'ni x aniq bitta qiymat chiqadi. Qachonki a 0 dan farqli, b 0 ga teng, b ham 0 dan farqli bo'lganda, mana shu yerda b ham 0 dan farqli bo'lganda, a ham 0 dan farqli, b ham 0 dan farqli bo'lganda bu yagona yechimga ega bo'ladi. Yo'q, aslida b ham 0 ga teng bo'lishi shart emas. B 0 dan farqli bo'lishi shart emas. B barobar 0 bo'lsa ham x barobar 0 qiymat chiqadi. Bizda faqatgina mana bu shartni o'zi qoladi. Men yozishda adashtirib yuborganman. Menimcha mana ikkitasi bilan. Demak, bizda hozir qorada belgilab qo'yaylik. Demak, bizda a 0 dan farqli bo'ldimi? Bo'ldi. Demak, bu yagona yechimga ega bo'ladi. A 0 dan farqli bo'lishi kerak. O'zi yetadi. Qachon u cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi? Qachonki a ham 0, b ham 0 bo'lsa, bunda cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Chunki a ham 0, b ham 0 ga teng bo'lgani nima bo'ladi? 0 ko'paygan x barobar 0 bo'ladi. X o'rniga istalgan qiymatni qo'ying, baribir bu qanotlanadi. X r ga tegishli bo'lsa, istalgan butun son, natural son, kompleks son hammasini qo'yib ko'ring, bu baribir 0 ga teng bo'ladi. Shuning uchun buni cheksiz yechimga ega deb aytamiz. Uchinchi holatda endi a 0 ga teng bo'lsin, b 0 dan farqli bo'lsin. Ya'ni 0 ko'paygan x barobar qandaydir b, ya'ni 0 dan farqli bo'lgan son tursin. X o'rniga istalgan sonni qo'yib, bu baribir yechimga ega bo'lmaydi, xato bo'ladi. O'z-o'zidan mana bu joyga qaraydigan bo'lsak ham x barobar b taqsim a bo'lardi-ku. A mahrajda turibdi o'z-o'zidan va u 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Bunda mahraj 0 bo'lishi xato, ya'ni 0 ga bo'lib bo'lmaydi. O'z-o'zidan demak yechim yo'q ekanligi kelib chiqadi. Xo'p. Biz tenglamalar yechishda nima qilamiz? Hamma chiziqli tenglama turibdimi? Noma'lum darajasi 1 bo'lib turibdimi?
U holda noma'lumlarni bir tomonga, ma'lumlarni bir tomonga olib o'tib, ax barobar b ko'rinishga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Chiziqli tenglamalar. Endi chiziqli tenglamalar sistemasiga keldik. Sistema nima degani? Sistema degani bir nechta tenglamalar berib qo'yiladi. Ularning noma'lumlari bir vaqtda topilishi kerak, o'zaro bog'liq bo'lib qoladi bir-biriga. Ya'ni mana shu tenglamalar sistemasi turibdi. Ikkita noma'lumli, ya'ni x va y, ikkita noma'lumli chiziqli tenglamalar sistemasi turibdi. Va bundagi noma'lumli x va y hisoblanadi. Bular o'zaro bog'liq, ya'ni x bilan y topishimiz mana a1, b1, s1 ga ham, mana bularga ham qiymatlariga o'zaro bog'liq hisoblanadi. Shuning uchun bularni sistema deymiz va tenglamalardagi sistema tarkibidagi tenglamalarni hammasida mana noma'lumlar birinchi darajali turibdi. Va shuning uchun ham buni chiziqli tenglamalar sistemasi deymiz. Buni yechishni bir nechta usullari bor. 3 ta usuli bor. Birinchisi qo'shish yoki ayirib yuborish, ikkinchisi o'rniga qo'yish, uchinchisi grafik usul hisoblanadi. Qo'shish usulida nima qilamiz? Sistemani mana bu tenglamalarni ma'lum bitta songa ko'paytirib yoki bo'lib qo'shib yuboramiz. O'zaro qo'shib yoki ayirib yuborganimizda bitta noma'lum yo'qotib yuboramiz. Ya'ni bitta chiziqli tenglama holatiga keltirib olamiz va shu orqali sistemani yechamiz. Bu qo'shish yoki ayirish usuli deyiladi. Masalan, x minus y barobar 6, x plus y 2 bo'lsa, mana biz buni qo'shib yuboramiz. Minus y bilan y yo'q bo'lib ketadi. O'shanda qo'shsak, mana 2x bo'ladi. Y lar 0 bo'lib ketadi. Oldiga 2 ni qo'shsak 8. Demak, ximiz 4 ga teng ekan. Biz mana bu yerdan y ga topib olamiz. Y imiz barobar ekan x minus 6 ga. Y barobar x minus 6 bo'lsa, o'rniga qo'yamiz. 4 minus 6 nechiga teng? Minus 2 ga teng. Demak, yechimlarimiz x barobar 4, y barobar minus 2 ekan. Buni yoki bo'lmasam 4 minus 2 ko'rinishida belgilashimiz ham mumkin yechimni. Endi ikkinchisi o'rniga qo'yish usuli. Bunda nima qilamiz? Sistema turgan bo'lsa, ichidan bironta tenglamani olib, uni ichidan qaysidir bir noma'lumni yakkala olamiz va ikkinchisiga olib borib qo'yamiz. Masalan, hozir ko'rgan x minus y barobar 6, x plus y imiz 2 bo'ldi-ku. Shundan biz x mana buni x yakkalab olaylik. X yakkalasak 6 plus y bo'lar ekan. Endi buni olib borib mana yerga qo'yamiz. Demak, x o'rniga 6 plus y ni qo'yamiz. Qo'shilgan y barobar 2 bo'ldi. Hop, 2y barobar 6 ni bu tomonga minus qilib o'tkazsak, minus 4 bo'ladi. Y barobar shuni minus 2 ga teng bo'ldi. Ximiz nimaga teng edi? 6 plus y ga. O'rniga qo'ysak 6 minus 2 barobar 4 ekanligi kelib chiqdi. X barobar 4, y barobar minus 2 ligi mana kelib chiqdi. Endi grafik usuliga keling. Grafik usulida nima qilamiz? Grafiklarni chizib olamiz. Ya'ni x minus y barobar 6, x plus y barobar 2 edi. Y ga yakkala olamiz ikkalasidan ham. Birinchisida x minus 6 ga teng, ikkinchisida y imiz 2 minus x ga teng ekan. Bularning grafikini chizganimizda hop birinchisi taxminan shu yerdan o'tadi. Ikkinchisi bo'lsa x barobar 4, y minus 2 da bo'lsa, demak mana bu yerlarda kesishar ekanda. X barobar 2 da mana shu yerdan o'tsa, mana bu ikkala grafik ham kesishgan nuqta uni yechim hisoblanadi. Xuddi shunday topiladi. Va sistemalarda ham qachon ularning cheksiz ko'p yechimga ega bo'lishi, yechim yo'q bo'lishi yoki bitta yechimga ega bo'lishi holatlarini ko'rib chiqamiz. Mana biz yuqorida ko'rgan
A1, B1, C1, A2, B2, C2 parametrlarga bog'liq bo'lib qoladi. Agar A1 taqsim A2 barobar B1 taqsim B2 barobar C1 taqsim C2 bo'lsa, cheksiz ko'p yechimga ega bo'lib qoladi. Agar A1 taqsim A2 B1 taqsim B2 ga teng, lekin C1 taqsim C2 ga teng bo'lmasa, yechimi yo'q bo'ladi. Uchinchi holat A1 taqsim A2 imiz B1 taqsim B2 ga teng bo'lmasa, bo'ldi, bitta yechimga ega bo'ladi. Mana endi uchinchi rejamizga yetib keldik, ya'ni mavzuga doir misollarni ko'ramiz. Birinchi chiziqli tenglama ekan. Nima qilamiz? Ko'paytir qavslarni ochaveramiz. 6/4 ko'paygan 2 minus 6/4 ko'paygan 3x barobar 6 ko'paygan 0,8x minus 6 plus 6,8 ekan. Xo'p, noma'lumdan bir tomonga, ma'lumdan bir tomonga o'tkazib olamiz. Birinchi mana bu bilan ko'paytirib chiqolaylik. 12,8 minus 2 9,2x barobar 4,8x minus 6 plus 0,8 ekan. Noma'lumdan bir tomonga, ma'lumdan bir tomonga o'tkazsak, xo'p, bu tomonga o'tkazib minus 19,2 minus 4,8 barobar 0,8 minus 12,8 bo'ldi. Bu qavs ichida hisoblasak minus 23 minus 24 bo'lar ekan. X ko'paygan minus 24 barobar bu minus 12 ga teng. X'imiz demak minus 12 taqsim minus 24 ga teng ekan. Bularni ham qisqartirib olsak, bu pastdan yozaylik teng deb. X barobar 1 taqsim 2 ekanligi kelib chiqadi. Ikkinchi tenglamamiz. Bunda nima qilamiz? X hammasida qavsdan tashqariga chiqarib yuboramiz. Umumiy ko'paytuvchi sifatida. Shunda bizda nima qoladi? 1 taqsim 3 qo'shilgan 1 taqsim 15 qo'shilgan 1 taqsim 35 qo'shilgan 1 taqsim 63 qo'shilgan 1 taqsim 99 qo'shilgan 1 taqsim 143 barobar 12 ekan. Biz bularni nima qilamiz? Hammasiga umumiy mahraj berib, keyin kasrlarning yig'intisini topishimiz bu judayam qiyin. Ancha vaqtimizni olib qo'yadi. Va biz boshqa usuldan foydalanishimiz kerakda. Agar bizda 3, 15, 30 o'zi bo'lganda edi, biz ularga umumiy mahraj berishimiz mumkin bo'lardi. Bu yerda hozir umumiy mahraj topish juda ham qiyin. Va biz endi bu yerda mantiqni ishga solamiz. 3 ni nima deb yoza olamiz? 1 ko'paygan 3 deymiz. 15 3 ko'paygan 5 ga teng. 35 esa 5 ko'paygan 7 ga qo'shilgan 63 7 ko'paygan 9 ga teng. Plus 1 taqsim 9 ko'paygan 11 qo'shilgan, bu esa 11 ko'paygan 13 ga teng. Barobar 12. E'tibor beramiz. 1 taqsim 1 ko'paygan 3 deganimiz 1 taqsim 1 minus 1 taqsim 3 ko'paygan 1 taqsim 2 ga teng. Mana. Buni umumiy mahraj bersak 3 bo'ladi. So'rab 3 minus 1 bo'lib 2 taqsim 3 chiqadi. 1 taqsim 3 ko'paygan 5 esa 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5 ko'paygan 1 taqsim 2 ga teng. Mana ko'rdinglar, hammasi xuddi shunaqa bo'lib ketadi. Ya'ni x ko'paygan mana bunimiz 1 taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 1 minus 1 taqsim 3 ga teng. Bu esa 1 taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5 ga teng. Bunisi ham 5 taqsim 7 ham ko'paygan 1 taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 7 ga teng. Va hokazo hammasini yozib chiqsak, oxiridagisi ham 1 taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 11 minus 1 taqsim 13 ga teng bo'ladi. Va biz bu yerda endi 1 taqsim 2 ni umumiy mahraj sifatida tashqariga chiqarib yuboramiz. Shunda qavs ichida nima qoladi? 1 taqsim 1 minus 1 taqsim 3 qo'shilgan 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5
qo'shilgan 1/5 minus 1/7. Undan keyingisi 1/7 minus 1/9 plus 1/9 minus 1/11 va 1/11 minus 1/13 barobar 12 qoladi. E'tibor bersak endi judayam ko'pi qisqarib ketadi. Yig'indisi 0 bo'lib ketdi. Masalan, minus 1/3 plus 1/3 mana 5 ham, 7 ham, 9 ham, 11 ham ketadi. 13 bilan mana 1 qoladi xolos. Ya'ni x taqsim 2 qavs ichida 1 minus 1/13, ya'ni 12/13 qoladi xolos. Barobar 12 ga teng. 12 lar ketadi. X'imiz esa x taqsim 26 barobar 1 bo'lib qoladi. X'imiz 26 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Endi sistemaga misol ishlaymiz. Hop, buni qaysi usulda topganimiz osonroq. Buni qo'sh usulda topsak yaxshi. Birinchi tenglamani 2 ga ko'paytirib yuboramiz. Plus 2 ga ko'paytirib keyin qo'shib yuboramiz. Nimaga? Chunki buni 2 ga ko'paytirsam y ga minus 2 bo'ladi. Pastdagi plus 2y bilan yeshib ketadi. Xo'p, 2 ga ko'paytirsam nima bo'ladi? 4x minus 2y barobar 10 ga teng. 2 ga ko'paytirganda e'tibor beramiz. X koeffitsiyentini ham y ham mana bu songa ham ko'paytirishimizga to'g'ri keladi ekan. Pastda esa 3x qo'shilgan 2y barobar 4 bo'ladi. Yig'indisini topsak 7x barobar 14. Demak, x'imiz teng ekan 2 ga. Xo'sh, y ni topish uchun nima qilamiz? Mana bu tenglikni o'rniga qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, 2 ko'paygan 2 minus y 5 ga teng bo'lsa, hop, y barobar 4 minus 5, ya'ni minus 1 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, yechimiz 2 minus 1 ga teng ekan. Misollar ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Nazariya ham tushunarli menimcha. Savolinglar bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldiringlar yoki adminga yozsanglar ham tushuntirib beramiz.